Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugungi ko'rsatuvimizda sanitar tugunda, ya'ni zamonaviy sanitar tugunda nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Marhamat. Ra'no, misol uchun hozir jarayondan ovomiz syomka. Tendensiya ketyapti. Hozir sanitar tugunlarda, mana burchaklarda hech qanaqa temir uголокlar qo'ymaslik. Mana kafilni o'zidan burchak qilish, mana bitta stoleshnisadan o'zidan ishlab turib, kir mashinani joylashtirib yuborish, masalanda, stroyniy shkaflar, mana shu o'zida tualet qog'ozlari, anjomlari shu yerda o'zida joylashtirilyapti-da. Keyin stroyniy smesитель renta bo'lgan. Bu nisbatan ham murakkab, ham qimmatroq, ya'ni hali qurilish bitmasdan turib bu smesитель qo'yib qo'yishga to'g'ri keladi. Lekin moda nuqtai nazardan mana shu zamonaviy yechim bo'lib chiqyapti-da hozir. Xo'p, amal qilish muddati qancha bo'ladi? Amal qilish muddati bo'yicha men aniq ma'lumot bera olmayman. Zamonni talabi demoqchisiz. Zamonni talabi. Agar masalan smesитель mana stoleshnisadan chiqqan smesитель bo'lsa, уже modniy smesитель bo'lmayapti-da. Zamonaviy modniy smesитель bo'lish uchun albatta stroyniy smesитель bo'lish kerak-da. Keyin bundan tashqari mana bitta hozir bitta e'tibor berish kerak bo'lgan narsa, mana ko'pchilik mustahabchilarga ishlatishga o'rganishganda, mashina tagida trap qo'yish shart. Albatta bundan suv oqadi, vaqt bemahal. O'sha suv ketishga joy bo'lishi shart. Keyin buni misol uchun mana do'stlarimizga savol beradi, qanaqa masofada qo'yish kerak deydi. Mashina mustahab smesitelni mana orqadagi devordan 70 sm berida qo'yish kerak. Balandligi qanaqa bo'lishi kerak desa, pastdan tepaga qarab 50 sm balandlikda bo'lishi kerak. Keyin mana hozir masalan installyatsiyalar qilinyapti. Installyatsiya qilgandan keyin mana bunaqa tokcha paydo bo'ladi. Shu tokchalarda misol uchun har xil освежитель, tualetning bo'lmagi shunga o'xshagan narsalarni shuni o'zida qo'yish mumkin bo'ladi. Endi masalan savol tug'iladi, ko'rsatayotgan bizani ko'rayotgan tomoshabinlarda bide qo'yish kerakmi, qo'yish kerak emasmi deganda. Qanchalik kerak? Bide asosan bu gigiyena vositasi hisoblanadi. Masalan, erkak kishi uchun bu kerak emas deb hisoblayman, chunki noqulaylik tug'iladi. Bitta joydan ikkinchi joyga o'tish bu noqulaylik. Lekin ayollarga bu bide kerak bo'lishi mumkin, gigiyena nuqtai nazardan. Tahorat qilishga bunaqa joy. Shuni bizani ko'rayotgan do'stlarga bitta narsa aytmoqchiman. Mana shu tahorat qiladigan smesitelni iloji boricha balandroq qo'yish kerak. Nima uchun? Nima uchun? Chunki odam engashib, masalan, mamki oyoq qo'yadigan smesitelni bunda o'tirsa, slishkim smesitelь pastga bo'lib ketyapti-da. O'shanda bir xil odamlar turib ham oyog'ini yuvishi mumkin. Yoki kattaroq kastirilganmi, kir bo'lgan idishni shu yerda yuvaman desa, mashqga sig'may qoladi yoki xalaqit qilib qoladi-da. Shuning uchun mana smesitelni iloji boricha balandroq qo'ysa zarari yo'q. Balandroq qo'yish kerak deb hisoblayman. Keyin mana mana tahorat qilish ba'zi bir holatlarda mana bordyur qilmasdan turib ham trap o'zini qo'yib qo'yish ham mumkin. Ustiga misol uchun rezinaviy kovrik qo'yib qo'ysa, suv sachramaydi. Shu yerda o'zida tahorat qilish mumkin. Yana bitta narsani aytmoqchiman, mana bizani ko'rayotgan tomoshabinlarga ma'lumot uchun aytmoqchiman. Hozir masalan yangi dunyodagi tahorat bo'yicha tendensiyalar ketyapti-da. O'sha tendensiyalarga e'tibor berish kerak. Qanaqa tendensiya ketyapti? Ya'ni tahoratni turib tahorat qilinadi. O'tirib tahorat qilmaydi. Turib tahorat qilib turib, bu yerda faqat oyog'ini yuvadi. Faqat oyog'ini yuvgandan keyin mana bunaqa bortik qilish shart emas. Bitta truba qo'yib qo'yib, rezinka qilib, tagida trap qo'yib qo'ysa, bu yoqda oyog'ini yuvadi. Agar bu yerga skameyka qo'yish kerak bo'lsa, taburetka, bu birinchidan joy, taburetka joy oladi. Ikkinchidan vaqt. O'tirgan odam tahoratda masalan 5-10 minut qiladigan bo'lsa, turib tahorat qilgan odam 2 minutda tahorat qiladi. Agar oyoqni yuvishi o'zi bo'ladigan bo'lsa, bidedan foydalansa ham bo'ladi. To'g'ri. Masalan, ko'pchilik mana bideni o'zida ham oyoq yuvsa bo'ladi-yu deydi-da. To'g'rimi? Lekin bide mana bu yerda osma bide e'tibor bergan bo'lsangiz, tegi bo'm-bo'sh mana. Gigiyena nuqtai nazardan, masalan, poklik nuqtai nazardan nimadir sachragan bo'lishi mumkin, kimdir qanaqadir foydalangan bo'lishi mumkin. Bu yoqga pok oyog'ini qo'yib yuvishga sal odam irganishi mumkin. Oyoqni qo'yishga. Men bitta narsa aytmoqchiman. Mana shu narsani tendensiya yana ham rivojlanib ketyapti. Hamma narsa tez-tez rivojlanib ketyapti. Hamma narsa vaqtga bog'liq bo'lyapti. Vaqt juda ham qimmatbaho resurs bo'lyapti. Shuni hisobga oladigan bo'lsak, mana trap, mustahab trap tagiga truba qo'yib qo'yilsa, oyoq qo'ysa truba.
O'shani o'zi kifoya. Mana buni qilmasa ham bo'ladi. Bu yoqda tahorat qilib turib, mustahab smesitel tagida truba bo'lsa, oyoq qo'yadigan, mashta oyog'ini yuvadi, tagida trapga suv ketadi, bo'ldi chiqib ketaveradi. Shunaqa qilish kerak. Ya'ni vaqtni tejashga qarash kerak. Bu yoqda turib, u yoqda oyoqni yuvadi, mana smesitelga hojat qolmaydi. Ham vaqt, ham suv tejaladi. Ham joy egallaydi. Masalan, hozir misol uchun joyi yo'qotyapmiz, shu nuqtai nazardan ham joy egallaydi. Mana shu yechimlarga, mana shu tendensiyalarga e'tibor qaratishni so'rayman-da. Yana bitta bilan men juda ham muhim ma'lumot aytmoqchiman, do'stlar, sizlarga. Mana hozir bu yerda ventilyator ishlayapti. Ventilyator tashqaridan yoqiladi. Tasavvur qilinglar. Odam keldi, hojatga o'tirdi. Keyin ventilyator yoqish kerakligi esiga tushib qoldi. Eshikni ochib, qanaqa qilib ventilyator yoqamiz? Mantiqan. To'g'rimi? Sizlarga savol, ventilyator qayerda yoqish kerak? Включатель qayerda bo'lishi kerak? Demak, ichkarida bo'lishi kerak. Demak, ichkari. Unitazi yonida bo'lishi kerak. Mustahab ishlangan tepasida albatta ventilyator yoqadigan включатель mashta bo'lishi kerak. Tualetga o'tirgan odam ventilyator yoqish kerak. O'sha yonida bo'lishi kerak. Bu yerda tashqarida, masalan, mana bu qo'yilgan-ku. Mana ventilyator tashqarida qo'yilgan. Tualetda ikkita положение chiroq. Misol uchun mana bu chirog'imiz bor, tepada chirog'imiz bor. Albatta bitta положение chiroqni mana shu tualetga odamni o'ziga berish kerak. Ya'ni hamma chiroqlar tashqaridan ochilib yoqilishi kerak emas. Tashqarida chiroq o'chirib qo'yadi, обязательно degan ovoz chiqarish kerak. Chiroqni tualet ichiga kirgan odam chiroqni ichida o'zida yoqib, o'zida o'chira olish imkoniyati ham bo'lishi kerak. Birovni chiroqni yoq deb baqirish kerak emas. Bu yerda ham chiroq, ham ventilyator включатели yonma-yon turishi kerak. Bu tarafda ham bo'lishi kerak. Bu tarafda ham bo'lishi kerak. Bu tarafda masalan bitta chiroqni qaysidir chiroqni u tarafga bersa bo'ladi tashqariga, lekin men ichkarida ham o'zini chirog'imdan o'zini ventilyatori bo'lishi shart. Bu unitazi yonida bo'lishi kerak. Shuni ham hisobga olib dizayn qilish kerak demoqchiman-da. Bu yangi tendensiya, yangi yo'nalishlar. Rahmat. Men o'zim shaxsan juda ham ko'p ma'lumotlarga ega bo'ldim. Tomoshabinlarimiz ham kerakli ma'lumotlar olishdi degan umidda bugungi ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Izohlarda fikrlaringizni qoldiring. Salomat bo'ling.